Do'stlar, mana mashinalarni haqiqiy qabristoniga sizlar sayohat qildiraman. Mana ko'rib turibsizlar, qimmat zo'r mashinalar. Mana xor bo'lib yotibdi. Necha yillar bo'lgan qo'yilgan mana hamma. Bunaqa qimmat mashinalar ko'p mana naryoqda ham turibdi. Yozib ko'rsataman. Hattoki yozib ham qo'ygan, bir ikkita narsalar ustilariga yozib ham qo'ygan. Mana bu mashinani qarang, qo'yilganiga где-то bir 6 yil, 7 yil bo'lib ketgan bo'lsa kerak. O't o'lanlardan kelib chiqayapman-da. Mana kimga kerak bo'lsa olib ketsin deb yozib ham qo'ygan ustiga. Qarang. Bu mashina unaqa juda ajablanarli narsa emas bu. Inson hayotidagi juda past o'rindagi narsa. Mana hozir qabristonimizni bu tomoniga o'tamiz. Mana shu mashinani ham juda ko'pchilikka orzu bo'lganda yaqinda ham olish. Rejissyorimizdan iltimos qilamiz, bu pastlarini ham ko'rsating. Qancha vaqtlar o'tib ketgan. Nafta chirib yotibdi. Mana bu yerga yozib ham qo'yibdi. Kimga kerak bo'lsa olib ketsin deb. Nimaga? Joy tanqis. Bu shunaqa narsa bu. Bitta oddiy mato bu. Bu insonning hayotini darajasini belgilab beradigan narsa emas bu. Bu bitta oddiy temir. Mana hatto ularni ko'mgani joy ham yo'q-da, qo'pol qilib aytgan. Xullas shunaqa do'stlar. Gapiraman sen gap yo'q. Hammasi unaqa oddiy eski variantli mashinalar ham emas. Yaqin-yaqindagi mana Porto. Bu ham juda ko'pchilikka orzuda, qimmat, ya'ni. Lekin ko'rib turibsiz mana. Joy yo'qligidan egasi mashinaga tashlab ketgan, qutulganda oxiri shu mashinani yo'qotish uchun mashinaga tashlab ketgan va qutulgan. Axlatga olib borayotsa pul to'lash kerak. Ko'ryapsizmi? Temirning qadri bu matoh, oddiy matohligini mana masjidlarga kelib his qilish mumkin-da.